Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Medify Warriors jamoasi. Bugun sizlar bilan yog' kislotalarining alfa oksitlanish haqida tanishamiz. Demak, alfa oksitlanish o'zi bu nima? Alfa oksitlanish bu tarmoqlangan zanjirli yog' kislotalarini karboksil guruhidan bitta karbon guruhini ajratib yuborib, beta oksitlanishga kiritish yo'li hisoblanadi. Ya'ni biz oldin gaplashgandik. Aynan mana shu beta oksitlanishda quyidagicha tuzilishdagi yog' kislotalar kiradi. Ya'ni umuman zanjirlari yo'q, ya'ni metil guruhi bo'lmagan yog' kislotalari parchalanadi. Va bunda aynan mana shu beta guruhdan ajralish ro'y beradi. Ana endi bizda aynan mana shu branched chain fatty acid, ya'ni tarmoqlangan yog' kislotalarimizda esa bitta metil guruh qo'shilgan bo'ladi. Va bu metil guruh beta guruhdagi uglerodni parchalanishini, ya'ni beta oksitlanishini yo'lini kesib qo'yadi. Aynan mana shu tarmoqlangan yog' kislotalarimizni dastlab alfa oksitlanishga uchratamiz. Alfa oksitlanishga uchratganimizdan so'ng buni beta oksitlash, ya'ni mana bunday ko'rinish bo'lib qoladi. Aynan mana shu beta oksitlanish orqali metabolizmni uchratib yuboramiz. Ya'ni bu jarayonimiz qayerda kechadi? Bu jarayonimiz peroksisomalarda kechadigan jarayon hisoblanadi. Tushunarli? Peroksisomalarda aynan qaysi tarmoqlangan yog' kislotamiz desak agar, bizdagi piton kislotasini o'rganamiz. Piton kislotasi bu 20 ta ugleroddan tashkil topgan yog' kislotasi hisoblanadi va bunda bitta metil guruhi bo'ladi. Aynan beta uglerodida. Shuning uchun ham dastlab buni alfa oksitlanishga uchratamiz, keyinchalik esa beta oksitlanishga uchratib yuboramiz. Demak, dastavval piton kislotasini aktivlaymiz. Va bunda piton kislotasi aktivlansa nima bo'ladi? Fitonyl CoA. Xuddi boshqa yog' kislotalar kabi aktivlanaveradi. Ana endi bu hosil bo'lgan fitonyl CoA alfa gidroksilaza fermenti orqali bitta formil CoA ajratib yuboriladi. Ya'ni oxirgi ugleroddan chiqarib yuboriladi va bizga pestan kislotasi qoladi. Shuniga aynan mana shu 20 ta ugleroddan tashkil topgan piton kislotasini parchalaymiz, bitta uglerodni ajratib yuboramiz. Ana endi hosil bo'lgan pestan kislotamiz 19 ta ugleroddan tashkil topgan, to'g'rimi? 19 90. Demak, bu 90li beta oksitlanishga uchraydi va buning natijasida oxirida bitta asil CoA va bitta propanil CoA hosil bo'ladi. To'g'rimi? Ana shu propanil CoA endi boshqa metabolizmga uchraydi, asil CoA esa boshqaga. Buni beta oksitlanishda batafsil tushuntirib o'tganmiz. Demak, ana endi bizda ana shu alfa oksitlanishga doir bitta kasalligimiz bor. Bu kasalligimiz nomi refsum deb ataladi. Bu refsum kasalligi avtosomal resessiv hisoblanadi. Ya'ni resessiv holatda nasldan naslga o'tadi. Bu kasalligimizda piton kislotasining miqdori ortib ketadi. Ortib ketish nima hisobidan? Aynan mana shu fitonyl CoA alfa gidroksilaza fermentida defekt bo'ladi va bu reaksiya bormaydi. Va buning natijasida fitonyl CoA oshadi, keyinchalik esa piton kislotaning miqdori qonda oshib ketadi. Quyidagicha piton kislotasining miqdori oshib ketadi. Va bizda quyidagi simptomlarni keltirib chiqaradi. Birinchisi retinitis pigmentosa, ya'ni ko'zdagi shoh pardasida, ya'ni retinada pigment yig'iladi. Ana shu pigment yig'ilishi natijasida tungi ko'ra olmaslik, ya'ni night blindness deyiladi. Aynan mana shu to'g'riga qarasangiz, oldingiz nima deydi, tiniq ko'rinadi, atroflari esa nima deydi, qorong'udek bo'lib ko'rinadi. Aynan mana shu bironta bir listni burab qaraganimizda to'g'ri ko'rinadi-yu, atrof ko'rinmaydi-yu. Xuddi shunday holat yuz beradi. Aynan mana shu pigmentosa holati bo'ladi. Ya'ni retinada ma'lum bir modda yig'ilishi natijasida. Aynan mana shu piton kislotasi yig'ilyapti. Demak, ikkinchi simptomimiz bu anosmiya ekan. Anosmiya bu eshitishga muammo hisoblanadi. Bu kasallikning dastlabki davrlaridayoq rivojlanadi. Uchinchisi periferial neuropatiya. Ya'ni neuropatiya ham polineuropatiya hisoblanadi. Nega? Aynan mana shu kasalligimizda periferiyalarda tirishish, ya'ni signal va uni qabul qilish tizimlari buziladi va periferiyadagi neuropatiyalarga sabab bo'ladi. Keyingisi muscle weakness, ya'ni muskulda og'riq kuzatiladi. Muskulda og'riq kuzatilishi aynan mana shu piton kislotasining yig'ilishi hisobiga bo'lyapti. Keyingisi short force toe deyiladi. Ya'ni oyoqdagi 4-barmoqning kaltaligi, bradidaktilga kuzatiladi. Ya'ni oyoqda mana shu oyoqni biz qilsak agar, oxirgi barmoq bilan bu barmoqning kattaligi bir xil bo'ladi. Tushunarli? Demak, buni ham ko'rdik. Keyingisi cardiac arrhythmias, ya'ni yurak aritmiyalari shakllanadi. Nega? Aynan mana shu yurak tizimidagi o'tkazuvchanlik sistemasi buzilishi. O'tkazuvchanlik buzilishi natijasida aritmiya kelib chiqadi va buning natijasida o'lim kuzatilishi ham mumkin. Demak, keyingisi ixtiyoz. Ya'ni baliq terilik deyiladi. Baliq terilikda nima bo'ladi? Terimiz aynan shu baliq terisiga o'xshab tangachalarga o'xshab qoladi va tez to'kiladi.
Tushunarli? Keyingisi ataksiya. Ataksiya aynan serebellar ataksiya kuzatiladi, ya'ni miyachaga bog'liq. Miyacha zararlanishi natijasida harakatning buzilishi va ataksiya kelib chiqadi. Endigi navbatda sizlar bilan juda ham uzun bo'lgan yog' kislolarimizni qanday qilib metabolizm uchrashib ko'rib chiqamiz. Ya'ni very long chain fatty acid. Bu yog' kislolarimiz juda ham uzun hisoblanadi. Ya'ni uglerodlar soni 22 ta yoki undan ham ko'p bo'ladi. Aynan mana shu hajm juda ham katta bo'lganligi uchun bu mitoxondriyaga kira olmaydi. Mitoxondriyaga kira olmagandan keyin bu beta oksidlanish ketmaydi, to'g'rimi? Shuning uchun ham organizmimiz dastlab bu yog' kislotalarini qisqartiradi. Ya'ni 22 ta, to'g'rimi? 22 ta undan ko'p dedik. Ana shu 22 tadan kichraytirib qo'yadi. Kichraytirilgandan so'ng mitoxondriyaga kirib beta oksidga uchraydi. Tushunarli? Dastlab qisqartirish qayerda kechadi desak agar, ana shu peroksisomaning ichida kechadi. Tushunarli? Demak, juda ham uzun yog' kislotalarimiz dastlab peroksisomada oksidlanishga uchraydi, keyin esa mitoxondriyaga kirib beta oksidlanish bo'ladi. Demak, boshladik. Dastlab very long chain fatty acidimiz transportyor orqali hujayra ichiga o'zlashtiriladi. Ya'ni peroksisoma ichiga o'zlashtiriladi. Va bu transportyorimiz nomi ABCD transportyor hisoblanadi. Ya'ni bu aynan mana shu transportyor nomi hisoblanadi. Ichkariga kirgandan so'ng bu yog' kislotamiz aktivlashimiz kerak. Ya'ni koenzim A guruh qo'shamiz. Koenzim A guruhini qo'shamiz va bizda very long chain fatty acid koenzim A hosil bo'ladi. Va bu jarayonda bitta fat plus molekulasiga vodorod biriktiriladi va fat H2 hosil bo'ladi. Endi qarang, hosil bo'lgan aktiv holatdagi yog' kislotamiz, to'g'rimi? Mana bu yerga aktiv yozib qo'yaylik. Aktiv holat. Endi qaraymiz. Bu yerda endi reaksiya qanday kechadi? Peroksisomadagi reaksiya mitoxondriyadagi bilan bir xil kechadi. Xuddi o'sha 4 xil reaksiyamiz bor edi, to'g'rimi? Dastlab qaysi birida asetil koenzim A dehidrogenaza fermenti orqali kechardi. Qolgan reaksiyalar ham bir xil kechadi. Buni bet tashlash gaplashganmiz, to'g'rimi? Shuning uchun ham hozir vaqtni cho'zmaslik uchun birinchi reaksiya bilan oxirgisini gaplashamiz. Birinchi reaksiyani ko'rdik, to'g'rimi? Dastlab aktivlab oladi. Aktivlangandan so'ng bu asetil koenzim A dehidrogenaza fermenti orqali parchalanadi va bitta asetil ko hosil bo'ladi. Va o'zidan bitta, ya'ni ikkita uglerod kam bo'lgan modda hosil bo'laveradi va keyinchalik oxirida oktanayl ko hosil bo'ladi. Ya'ni oktanayl ko buni nechta uglerod desak agar 8 ta uglerod bo'ladi. 8 ta uglerod bo'ladi. 8 ta uglerod tutgan modda nima deyiladi? Oktan deyiladi, to'g'rimi? Aynan shu oktan aktivlangan holatda oktanayl ko deb ataladi. Va bu oktanayl ko peroksisomadan tashqariga chiqadi va mitoxondriyaga tashib kelinadi va bu yerda beta oksidlanishga uchratiladi. Tushunarli? Qisqacha mazmuni shunday bo'ladi. Va bu yerda har parchalanishda hosil bo'lgan asetil koenzim Alar ham mitoxondriyaga borilib, krabinsikga kiritiladi. Va bu jarayonda energiyasi ajratib olinaveradi. Endi e'tibor bersak, peroksisomada kechgan reaksiyalarimizda hech qanday energiya hosil bo'lmaydi deyshadi. Ya'ni bu yerda hosil bo'lgan fat H2 hech qanday energiya bermaydi bizga deyiladi. Nima uchun? Bu bizda fat H2 nima qilardik? Normada mitoxondriyaga kirgizib, undan elektron transfer zanjirida aktiv hosil qilardik, to'g'rimi? Lekin bu peroksisomada hosil bo'lyapti. Ana mana shu peroksisomada hosil bo'lgani uchun buni elektron transfer zanjiriga olib kira olmaymiz. Ya'ni hech qanday transportyor yo'q. Shuning uchun ham bu boshqa maqsadlarda foydalaniladi. Aynan bizda peroksisomada kechadigan vodorod peroksidini hosil qilish reaksiyamiz. Aynan qaysi hujayralarda? Bu peroksisomada bo'lgan hujayralarimiz bor, ya'ni immun hujayralarimiz. Misol uchun makrofag yoki leykositlar kirishi mumkin. Aynan mana shu hujayralar vodorod peroksidi uchun foydalanadi. Biot modda yoki qandaydir bakteriya tushsa agar, o'shani zararsizlantirish uchun foydalanadi. Tushunarli? Ana endi agarda bizda vodorod peroksid miqdori ortib ketadigan bo'lsa hujayrada, ana shu hujayrani o'zini zararlab qo'yishi mumkin. Va buni ikki xil yo'q qilishimiz mumkin. Birinchisini pentozasa yo'lda gaplashganda, ya'ni glutation peroksidaza buni suvga aylantirib qo'yardi, qaytadan suv va kislorodga aylantirib qo'yardi. Va bu zararsizlantiriladi. Endi bizga ikkinchi yo'li ham bor ekan. Ya'ni katalaza fermentimiz bor. Mana shu katalaza fermentimiz bu vodorod peroksidni qaytadan suv va kislorodga aylantirib qo'yadi. Tushunarli? Aynan mana shu hujayrani o'zini zararlab qo'ymasligi uchun. Ya'ni bu qachon ko'payib ketsa, tashqaridan yod jism tushmagan paytda ko'payib ketganda katalaza buni kamaytirib regulyatsiya qilib turadi. Tushunarli? Endi mana shu metabolizmga oid, ya'ni uzun zanjirli yog' kislotalarimiz metabolizmiga oid kasalligimiz bor. Bu adrenal leykodistrofiya hisoblanadi. Bu kasalligimiz X ga birikkan kasallik hisoblanadi. Ya'ni jins X xromosomiga birikadi, asosan o'g'il bolalarda uchraydi. Aynan maktab yoshidagi o'g'il bolalarda uchraydi. Bunda nima muammo bo'ladiki,
ABCD transporter bor, to'g'rimi? Mana shu transporter mutatsiya uchraydi va aynan mana shu kasallarimizda bu transporter uchramaydi. Va bu transporter yo'qligi sababli bizda mana bu uzun zanjirli yog' kislotalarimiz, juda uzun zanjirli yog' kislotalarimiz peroksomga kiritilmaydi va qisqartirilmaydi. Va buning natijasida bu yog' kislotalarimiz hujayralarda to'planib ketadi. Endi qarang, to'planishi natijasida bizni ikkita joyini zararlaydi. Buyrak usti bezi va miyaning oq moddasini zararlab qo'yadi. Nomi ham shundan olingan. Adreno degani bu adrenal gland, ya'ni buyrak usti bezining inglizcha nomi adrenal gland deyiladi. Ana shundan olingan. Leyko degani bu oq degan narsa to'g'ri keladi. Ya'ni miyaning aynan oq moddasining zararlanishi xuddi shundan olingan. Demak, ikkita joyi zararlayapti, to'g'rimi? Belgilari ham xuddi shundan kelib chiqadi. Birinchi belgisi buyrak usti bezining yetishmovchiligi. Aynan mana shu buyrak usti bezida muammo qilib zararlaydi, to'g'rimi? Shuning natijasida nima deydi? Buyrak usti bezidan ishlab chiqariladigan gormonlarda muammo bo'la boshlaydi. Keyingisi mental muammolar va epilepsiya. Mental muammolar nima? Ya'ni kognitiv kasallik deyiladi. Maktab yoshidagi bolalarda aqliy orqada qolish, o'qigan narsasini eslay olmaslik ko'rinishda namoyon bo'ladi. Epilepsiya boshqacha nom bilan paraliz deyiladi. Aynan mana shu bukiladigan sohalarimizda aynan miyaning zararlangan sohasi innervatsiya olgan bo'lsa agar bukiladi va qaytib ochilmaydi. Mana shu paraliz holati deyiladi. Tushunarli? Demak, endi sizlar bilan eng oxirgi kasalligimiz Zellweger kasalligidan gaplashib o'tamiz. Bu Zellweger kasalligi qandaydir fermentning yoki darvozaning yetishmovchiligi emas, butun boshli peroksisomaning ishlamasligi bo'ladi. Ya'ni peroksisomaning yo'qligi sababli kelib chiqadigan kasallik hisoblanadi. Ya'ni bunda aynan PEX genida defekt bo'ladi. PEX geni ishlamaganligi sababli peroksisoma normal ishlamaydi. Ya'ni bu faoliyat bajara olmaydi peroksisoma. Va buning natijasida quyidagi belgilar kuzatilishi mumkin. Birinchisi neonatal gipotoniya. Bola tug'ilgan paytda, ya'ni tug'ilgandayoq gipotoniya holatlari kuzatiladi. Ikkinchisi tutqanoq, ya'ni juda ham ko'p tutqanoqlar bo'ladi. Uchinchisi gepatomegaliya, ya'ni jigarning kattalashib ketishi. Keyingisi craniofacial abnormality, ya'ni bosh va yuz qismidagi suyaklanishdagi abnormallik. Bu degani peshonasi keng, burni keng va nima deydi? Lablari keng bo'ladi. Ya'ni bu bemorni tashqi qiyofasidan ko'rganimizda aynan mana shu Zellweger kasalligi ekanligi haqida farazga ega bo'lamiz. Keyingi simptomimiz esa cerebrohepatorenal sindrom. Ya'ni cerebro degani miya, hepato jigar, renal buyrak sindromi ekan. Ya'ni aynan mana shu kasallik bilan tug'ilgan bemorlarda sistemik kasalliklar boshlanadi tug'ilgandayoq. Aytamizki, miya, jigar va renaldagi o'zgarishlar kuzatiladi. Tushunarli? Demak, bu Zellweger kasalligimiz edi. Demak, bugun gaplashishimiz kerak bo'lgan asosiy ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.